Uyg'ur yozuvchisi Mamtimin Hoshurning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Qum bosgan shahar nomli romani. Bu roman Belqut shirkatida ovozga ilinib, Belqut to'rida anglitildi. Bugunmi bu maydon odamlar bilan to'lgan edi. Eshikini yetlab olgan Jahonkezda supurga sehrigarlar, nag'machilar qatoridan o'tib, bir maddoh atrofiga o'lashgan to'pning yeniga kelganda to'xtab qoldi. Maddohning so'zlayotgan hikoyasi uning diqqatini tortgan edi. U asta-asta maddoh yeniga yaqinlashdi. Shunda qilib, Eliqi podsho o'zining qochirib qo'ygan qarchig'isini qo'g'la, o'zi bilan birga o'g'i chiqqan hamrolardan yiroqlab ketib qopti. deb hikoyasini davom qilmoqda edi maddoh. Havoda uchib ketayotgan qarchig'a bir chog'da asta-asta tuvallab, bir bog'ning ichidagi egiz o'sgan omutning shexiga kelib qo'nibdi. Podsho o'z umrida mundaq hashamatli cho'ng bog'ni ko'rmagan ekan. Atrof ketgan qumliq, ko'z yetmas dasht cho'l. Bu bog' bu yerga qandoq bino bo'lib qoldi? Nimishqa men shuncha kungacha bu bog'ni ko'rmadim deb o'ylab hayron bo'libdi shoh. Bu bog'ning hatto quruq tomlari yo'q ekan. Shoh bog'ni aylanib, bog'ning o'ttirsidagi bir uyning oldiga kelib, otdan tushibdi va "Ay, bu bog'ning egisi kim?" deb vaqirabdi. Shohning oldiga bir soyib jamol qiz chiqibdi. "Assalomu alaykum, Xudo yetkizgan mehmon. Nima hojitingiz bor ekan?" deb so'rabdi qiz. Shoh o'zining ordusida o'nlab xotin, yuzlab kenizaklarini tunib olgan bo'lsa-mu, umrda bu qizdek go'zalni ko'rib boqmagan ekan. Uning hayronligi texmi yeshibdi. "Men cho'liga o'g'i chiqqan bir ovchi edim. Qarchig'amni qochirib qo'ydim. Uni qo'g'lishib, mush yerga kelib qoldim. Qarchig'a ani omut sheqiga qo'nib turibdi. Ruxsat qilsangiz, kirib qarchig'amni tutib olsam" debdi shoh. Shuningla eliqi qiz otamdan so'rab boqay deb orqasiga yenibdi. Qizning otasi kelgan mehmonni uyning panjarasidan ko'rib turgan ekan. Oppoq soqolliq bu bog'van mehmonning kiyim-kechak, mingan etidilla uning odatdagi odam emasligini pamlabdi-da. Mehmonning oldiga chiqib salomlashibdi. "Qani, qizim, mehmonni boqqa boshla, qarchig'isini tutib olsin" debdi bog'van. Shoh egiz omutga ming bir halakchilikda yomishib chiqib, qarchig'isini tutib tushibdi. Mehmonning targi cho'mib ketganligini ko'rgan bog'van, "Qizim, mehmon charchab ketdi. Anar sharbati bering" debdi. Qiz boqqa kirib, bir tal anar uzib chiqib, siqqan ekan. Liq bir opqur sharbat chiqibdi. Shoh sharbatni ichib, to'limi huzurlanibdi va ajab, shoh turib, mening ilkimda mundaq cho'ng bog' yo'q. Bog'larimdagi anarmi mundaq sharbatlik emas deb o'yga tushib qopti. Shoh ordusi qaytib kelibmi, bu ishni o'ylab hasratda o'rtanibdi. Oxiri lashkarlarini elib boqqa kelib, eliqi mo'ysipitni qayta oldiga chaqirtibdi. Bog'van bovay chiqib qarasa, o'tgan qitim boqqa kelib, onar sharbati ichib ketgan ovchi podshohlik tojini kiyib, ot ustida o'ltirgudek. Alpozimi nihoyat qo'rqinchliqdek. Shuning bilan bovay, "Xo'sh shohim, mendan nima savallik o'tdi ekan?" debdi. "Sening podshohlik ziminlarning xoligancha egillab, munda katta bog' qilishing ig'ir gunoh. Hozirdan boshlab bu bog' mening ilkimga o'tidi" debdi shoh. Shunda qilib, shoh bog'van bovayning oti bovisidan tortib, halol amgiki bilan bino qilgan beg'ini tortib olibdi. Bog'vanning qizini xotinlik elib, o'zini chakarlar qatorida boqqa qarashib qo'yibdi. Bir kuni shoh yana o'g'i chiqib, atrofni orlab, eliqi boqqa kelib qopti. Bog'van bovayni chaqirtib, anar sharbati chiqarishga buyuribdi. Bovay 10 necha tal anarni o'zib chiqib siqqan ekan. Sharbati bir opqurnimi to'ldiramabdi. Podsho sharbatni ichib ko'rgan ekan. Ta'mi nihoyat mazasiz tetibdi. "Ajiba" deb hayron bo'libdi shoh. O'tganda bir tal anardan liq-miliq bir opqur sharbat chiqqan. Uning ta'mimi nihoyat lazzatli edi. Bu qitim nemishqa 10 necha tal anardan bir opqurmi sharbat chiqmaydi, hamda bu sharbatning ta'mi nemanchi qeriq debdi. Shuning bilan bovay, "O'tgan qitimda sening niyating xolis edi.
Şuna anardımı şerbet köp çıqqan. Ta'mimi og'zimga tetigan. Shu qitimki şerbetni ichibla niyating buzildi. Şuna bu qitim şerbetmi oz chiqdi. Ta'mimi o'zingni rozi qilolmadi. Hamma ish niyatga beqib bo'ladi, debdi. Bu gapni anglab g'azabga kelgan shoh, bu adabsiz qiyrining kallasini elinglar deb vaqirabdi. Jallodlar bo'yning kallasini opdi. Pep qizil qalla qochidan to'kilgan anor sharbatiga ketilib yerga singibdi. Maddoh so'zlab shu yerga kelganda kimdir biri varqirab uning so'zini bo'lib o'tdi. "Hey, hey! Sen nima odamsan? Gapini to'xta!" Maddohning so'zini berilib tingshayotganlar ixtiyorsiz burilib orqaga qarashdi. Topning orqasida yangi hokim g'azabdan yerilg'idek bo'lib devaylab turardi. U lashkarlarni agashtirib, kishilar to'pini yerib o'tib, Maddohning oldiga kelib to'xtadi. Uning konidan oldi. "Men seni nima odamsan devatime?" deb silkidi u Maddohni. Jo'g'i kichik Maddoh hayron bo'g'inicha yordam so'ragandek qilib atrofga qaradi. Birodar, birodar. Buning qonini monda qattiq siqma." deb hokimning qo'lini tortdi supurga. "Sen o'zing kim bo'lasan?" "Ha, o'zing kim bo'lasan dedingmi?" dedi hokim Maddohning gelidan qo'lni ajratib, supurgiga go'layginicha qarab. "Mening kimligimni teqib bilmansa?" "Men degan, men mushu shaharning podshohligidan belgilangan hokimi bo'laman. Sen kim bo'lasan?" "Men ota bobomni tortib, mushu shaharda tug'ilib cho'ng bo'lgan Jahonkezli supurgi bo'laman. Janobiy hokim, sen hokim turib nemishqa birovning gelini behuda siqsa? Sen uning nima deb quturatqulik qilayotganini anglamadingmi?" "Hey, u degan quturatqulik emas, janobiy hokim. U kishilarga uzoq o'tmishda bo'lgan ishlarni hikoya qilib beryotdi. Bizning bu maydonda mundaq ajoyib hikoyalardan har kuni qanchasi so'zlandi?" "Hikoya?" deb ochiq kuldi hokim. "Uning nima demoqchi bo'layotganligini meni bilmaydi demsa?" Men boshqalarning ziytiga takkidak nima demoqchi bo'libdimi?" dedi Maddoh so'z qistirib. "Sen bu yerda allaqandoq bir afsonalarni to'qib..." "Afsona emas hokim. Mana bu ko'pni ko'rgan supurgi aytdi-ku. Bu qadimiy ishlar so'zlangan bir hikoya." "Xo'sh, u hikoyam bo'lsin. Shu hikoyaning ma'nosi nima?" "Ma'nosi nima deb tushuntirishni bilmay turib qoldim men. Ma'nosi batniyatlarga oldirab ishga oshma. Mana naq tilimdan tutildi. Shu qomlashmagan hikoya cho'chaklaring bilan sen Beg'amna shahri bir temi yo'q bog' edi. Bu bog'ni yot bir podshohlik yutib olmoqchi demoqchi o'san? Ha, qani, bog'langlar bu Maddohni. Avu Jahonkezli degan makoni yo'q, sayoqni qo'sh bog'la." G'ovg'ani anglab bu maydondagi butun xaloyiq bu yerga to'plashgan edi. Lashkarlar Maddoh bilan supurgini bog'lamoqchi bo'lib mengishi bilanla xalq tavrab ketdi. "Hay, qo'ling topkash. Bizning supurgini nima deb bog'lug'daksan? Maddohda nima gunoh? Ular sizlarni ozdirg'uchilar. Sizlarni podshohga qarshi quturatmoqchi", dedi hokim. "Tutib bog'lansin. Maddohning xurjun chorallarini musodir qilinglar. Uning eshigi menga qolsin." "Qani, birodarlar, uringlar!" dedi bir nechaylan tangla. "Bu haq o'zi nereden kelib qolgan desa?" "Hey, ma hokim degani kim o'zi? Va munofiqlar." Shuning bilan
dahshatli qalaymaqonchilik boshlanib ketdi. Lashkarlar qilichlarini yalang'ochlab bo'lguncha chalma kesak ostida qoldi. Ashpash tugicha hokimning bosh ko'zi yerildi. Atrofdagi oshxonalardan oshpazlar sopliq, cho'mish, go'sht to'g'raydigan qing'roqlarni ko'tarib chiqib, to'pga qarab yugurishib kelmoqda edi. Pishiq bolalar qiziqchilik ko'rish uchun o'stang bo'yidagi so'gatlarga yomishatdi. Atrofga bog'lab qo'yilgan eshaklar hangrab, to'gilab pushqurib, malmonchilik texmi avj oldi. Lashkarlar odamlarning oyog'i ostidan o'milgini chiqib, udul kelgan tarafga qarab ketishdi. Anglayotganlar Bilik To'rdan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 11-bob. Qani kim podshoh bo'ladi? Yangi hokimning lashkarlari bilan xalq orasida bo'lgan to'qinishni anglab, shahar xalqi o'stang bo'yidagi maydonda taraf-tarafdan kelishmoqda edi. Parijillarning ustidan gullik balvoqlarni chigib olgan savdogarlar. Yelila tomir beshidan tushgachga badindan tar va issiq nonning puriqi kelib turgan navoylar. Kiyimlari maylashib, parqirib ketgan qassoblar. Qo'llari qaragul va saraj yo'qi bo'lib qaraygan mo'zdozlar. So'd setiq uchun chiqqan xotinlar nima vaqa bo'lganligini bilish uchun bo'yinlarini so'zib to'pning o'ttirsiga qistilishadi. Hokimning lashkarlari olli burunla bu yerdan qochib, jenini dalda olgan bo'lsa, ular bilan tutishqanlarning teqicha qeni qizib turadi. "Ay xaloyiq!" dedi supurga kimdir biri shu yerga chiqarib qo'ygan harvining ustiga chiqarib. "Bizni nima deb boshqalar avatgan hokim boshqurg'udak? Bizning ura shifoxona ochmaymiz-da", dedi zard bilan biri. "Yo'q, loyiq emas", deb cho'rqirashdi boshqalar. "Uning kasal ko'raman deb kirib, yerga xotinlarning uyida nima ishlarni qilib yurganda kim bilmaydi?" "Hay, insof bilan so'zlanglar. Meni saylasanglarmi, saylamanglar. Mening sha'nimga undoq noloyiq gaplarni qilmanglar juma", deb o'dirib ketdi Tevit. "Hey, Ma'u Sodiq tomchichi. O'mi bo'lmaydi ava. O'tgan yili qo'shnisini qo'lidagi kesak cho'qiydigan kaki bilan urib o'ltirib qo'yg'ili tashlab qolgan bu. Hamsa Emir qassob, sanchi? Bozorda var vaqiraysa, podshoh qilib qo'ysak, aplashtirib olasanmi? Qo'yinglar o qassobni. Tarazida odil emas, qip-qizil o'g'ir nima? Hamsa, ma'vu turoq kaskakchi-ku. Shuni gapma. Odam tepilgandek bir kaskakchini podshoh qilib olsak, haq nimada? Oy, nimancha ahonat bu? Sizlarga meni podshoh saylanglar dedimmi men? Kaskakchilik shuncha yomon ishmi-ka? Men sunnatni ado qilib qo'ymagan bo'lsam, heliqi bir nimalaringni deb terkindan og'zidan afsona gaplarni chiqarib yetib qoldi kaskakchi. "Hey, biz nima uchun buni to'xti do'karni ko'rsatmaymiz?" deb vaqirdi biri tozimi yo'g'on qo'rsoq solgan kishini sharatlab turib. "Mollarini arzini-g'ila to'p sotadigan, nihoyatim oq ko'ngil odam. Podshoh bo'lishga toza bop keladi. To'xti do'karga yaxshi odam. Biroq bir qatim masjidda ishtinni tizig'ichi siyrilib tushib ketib, jamoat oldida rasvo bo'lgan." Maydondagilar paroqqida kulishib ketdi. Xalq borg'ansiri cho'vildishib, tartib buzilishga boshladi. Kimlardir biri-biri bilan podshoh nomzodi ustida gap talashadi. Ba'zilar teliqib kulib bu ishni chaqchaqqa aylantiradi. Uyatchanlar kishilar mening ismim otilib qolmaskan deb qo'rinib o'zini daldiga oladi. Shohlikning tamasi borlar xalqning ko'ziga tushish uchun atay ovozini chiqarib so'zlab, hadab atrofga qarab bo'yindaydi. Agar o'zining emas, boshqalarning nomi otilib qolgudek bo'lsa,
Derhalla onun üstüden gap tepişatdi. Dünyada noqsonsiz kim bor? Xudo beg'amlar shahriga podshoh bo'lishga osmondan farishtani tushirib bermaydi-da. "Ey xaloyiq, tinchinglar!" deb vaqirdi supurga. "Ayibsiz odamni izlaydigan bo'lsak, ana ovi cho'kanning qo'lidagi balonla saylamaylikmi?" dedi u to'pning ichida turgan bir ayolning qo'lidagi bovoqni ko'rsatib. Balonning onasi gapning kim ustida ketib borganini anqirolmay, kim gap qilsa shuning og'ziga qarab turadi. "Ey, podshohlikqa demsa? Ya u tex bovoqqa?" deb hayron bo'ldi odamlar. "Ha, shu bovoqni deyma. Qani, kim o'zini men ashu bovoqdan pokman deyalisa, o'ttirg'i chiqsin." Maydonni birdilla jimjitlik bosdi. Shu topda har kim o'zining fazilati ustida o'ylanib qoldi. Poklikda hech kimni o'zini texi ona sutini emiyotgan sabiy bolaga tanglashtirolmaydi. "To'g'ri aytdi" deb barqirdi biri ovozini bo'lishg'ich qo'yib. "Podshohlikqa ashu narsiddan ortiq odam yo'q. Qani, singlim, balani menga." Ana o'zini o'ngshab bo'lguncha odamlar uning qo'lidan yogakdagi bovoqni elishdi. Cho'qon so'ran ichida beshida ko'tirib ketishdi. "Ay, to'xtanglar!" deb kishilarning orqasidan yuguraydi cho'qon. "Uni nima qilmoqchisizlar? Nega gapirsizlar? Bolani men yana emitib cho'ng qilishim kerak-ku. Texi dodisi nima deydi?" Supurga bo'layotgan ishlarga hayron bo'lgunicha g'arg'i ustida yolg'iz qoldi. U o'zining ta'ni bilan aytgan: "Agar nuqsonsiz odamni izlaydigan bo'lsak, ashu bovoqni podshoh qilsak bo'ladi shu" degan ma'nodagi so'zdan mundaq natija kelib chiqadiganligini zoda o'ylab baxmagan edi. "Ey, nima gap bo'lib ketdi bu?" deb pichirlaydi u o'z-o'ziga. "Men nemishqa turib qilayotgan ishimdan ozidigan bo'lib qoldim-a? Bu qiyirlikning alomatimi nima? Nima deb shu bovoqni podshoh bo'lsin dedim. Bu bovoq ko'zimga qandoq tushib qoldi. Bovoq ko'tirgan cho'qon to'pning ichiga na'dan paydo bo'lib qoldi-ki-na? Ya Alloh! Bu heliqi Quyosh shohining shahridan chiqib kelayotganimda men uchirgan olvosli cho'qon emas-da. To'g'ri. Shuncha allarni kezibmi bugünkidek g'alit saylamni ko'rib baxmoqdikan. Belqut xazinasi. Anglayotganlar Belqut to'rdan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 12-bob. O'rdadagi kengash. Shoh o'rdasi o'zining mangu sukutga cho'kib turadigan egiz tomlari, qo'sh darvoza, rangdor ravoqlar, naqshlik to'riklari bilan kishiga to'lim sirliq va saltanatlik ko'rindi. Amaliyotda u butun fitna fasod, ozorchilik bilan vahimaga to'lgan makon. O'rdining kang qishlar yeyitilgan yo'llarga 4 fasl ko'kirib turadigan dal-daraxtlar soy tashlab turadi. Quyosh nurida barqutdek tovulinib turgan yeshil chimliqlar, xushpuroq chechib turgan gulliklarda kenizaklar nazokatlik qadam tashlab o'tishadi. Qorong'ulishib turgan o'rda bog'larida qushlar sayrishadi. Fontonliq ko'llar o'ttirsida shepanglar, naqshlik salasullar, agmi ko'riklik ko'l yuzidan ko'tarilgan yenik tuman ichida unsiz qetib qolishgan edi. Lekin bu yerda tabiatning bu go'zallaridan suyungidek yurak yo'q edi. Yeshil yupurmoqlar ustida quyosh nuri shuncha tovulinib tursa-mu, o'rda xodimlarining ko'ngli chang bosgandek xiralashib turardi. Qushlar shodlik ichida sayrab, rangarang gullar atrofida qo'shmoq kepinaklar oshiqlarcha parvona bo'lib yurishsa-mu, o'rda kenizaklarining qalbi xo'shallik va qizg'in muhabbatdan shuncha yiroq edi.
o'rdining har bir aylanish, har bir ishiklari oldida qorovullar ig'ir qorallarini sharaqshitib, so'rlik qiyofatda turishadi. Qorong'u bo'limlarda ko'zlari yoshang'irgan tarixchilar shohning yaxshi fazilatlari, tangdossiz qudrati, rahimdilligi, adolatparvarligi haqidagi madihlar bilan to'lgan qalin kitoblarni yozishadi. Xizmatchi xodimlar shoh o'tirgan xos uyning oldidan ehtiyot va tashvish bilan yenik qadam elib uyoq bu yoqqa o'tishadi. Ularning holi uxlayotgan yo'lbosning yenidan putining uchidan avaylab dastlab o'tib ketishga majbur bo'layotgan bechoraning ahvoliga o'xshab ketadi. Jon qayg'usida ularni har qadamda so'r va so'g'uq tarbiyasib turadi. Amaldorlar bir-biri bilan sarliq pichirilishadi. Bu yerda har bir qadamni o'rdining chegish qoida nizomlari ichida ehtiyot bilan besish, har bir eg'iz so'zni salmoqlab so'zlashga to'g'ri keladi. Shohning oldiga kirgan chog'dagi tugamas takallub va egilib turishlar vazirlarni horg'izib saran qilib qo'yay deydi. Ularning holi kishiga oltin qafas ichidagi bechora qushlarni eslatadi. O'rdidagi amaldorlarga qaraganda to'piq sahra yo'lda ketib borgan yo'lovchi erkin-erak. Isliq choyxonada ochiq choy damlab ichib o'tirgan madikor ozodarak edi. Bu yerda chin yurakdan chiqadigan qattiq kulkilar, sof vijdonning ayiblishidan paydo bo'ladigan villida qizirishlar. İnsanın samimiy so'z va tabassumlari kam edi. Shohning yenidagi vazirlar har qaysi shaharning hokimlariga nihoyat hasad qilishadi. Chunki u yerda shohning ko'zidan yiroq, erkin yashashqi bo'ladi. Fuqarolarni xolig'incha shilib boylik to'play oladi. Ular boy bo'lib tiqilib ketishdi. Biz bo'lsak bu yerda puchilib azob chekmoqdamiz deb hasrat bilan to'lg'inatdi ular. Armonga yetilmagan vazirlar payt kelganda shoh oldida har bir shaharning hokimlarini ishchiqorlik bilan mishdiki va hozirgi shohlarning hech qaysisi yetilmagan. Kelgusidagi hukmronlarning hech qaysisi bu orzuga yetilmaydi. Mubada ularning ichidagi birarining dunyoga bir o'zi xo'ja bo'lish maqsadi ishga oshgan taqdirda yana uning hasrati tugamaydi. Shohlik taxtda cho'kib o'tirgan shoh ko'zini ochib, nazarini ikkinchi bir tarafga, o'rdining ilm hikmati dono hisoblangan olimlar o'tirgan tarafga qut xazinasi o'limalarni so'rib bosdi. Bu hikmat egalari shohning nazarida faqat bilimdilli foydalanishga bo'ladigan, amaliyotda eng xatarlik odamlar edi. Kim biladi? deb gumon bilan o'ylanatdi shoh. Bu ablahlarning yo'g'on kitoblarni bosh ko'tarmay o'qishi balki mening hokimiyatini og'dirib tashlash uchundir. Balki ular ko'rinishga oldimda xo'sh deb egilib tursinmi? Ichida mening bilimsizligimni zonglik qilib ochiq kulishdiganda. Nodon xalqni bir to'p qo'yni haydagandek bir tal tayoq bilan haydab boshqurg'ili bo'ladi. Eng xavfligi mana mushu kitob o'qiydigan haramzodalar. Ularning salla quyruq ko'targanlarini shu hamon rahim qilmay yo'qotmoq lozim. Shunga bu o'limalarning har birining orqasida bir qancha jasus, har bir jasusning kanida yana bir qancha payloqchi bor edi. Semizlikdan tinolmay pixildab qolgan, may oladigan kuplardek pakar, do'p-do'maloq monoberi ömür bo'yi kitob ko'rib, yilon munguzini yeniga serib yursa, har qanday da'voda utib chiqadiganligini isbotlagan mashhur olim edi. U soning mengisiga o'pikning tojisini orlashtirib, shohga ko'ngli tatmay qolgan xotinlar uchun isitqu yasaydi. Ko'ni tomning to'pisini texe qisqarmagan cho'ji xo'rozning puqi bilan qo'shib quritib so'qib, ondan uni bug'uning qini bilan yo'g'irib ko'milashtirib, shohning o'z haram xonalarining hudisidan to'liq chiqishi uchun quvvat dorisi hozirlaydi.
Avu uruq, şutidek egiz kişinin bolsa, munajjimlikda şöhrati hammani besib tushadi. Qayerliqdan hozir u o'zidan 10 qadam nerdagi odamni taniyolmag'ini biladi. Kunduzimi yulduzlarning o'rnining qayerdaligini xatosiz ko'rsatib beralaydi. U osmon jismlarining joylashishiga qarab, kishilar taqdirining qandoqligiga hukm qila oladi. Mavo ham cho'qur, ham jirti bir bo'lsa, bosh haram xodim edi. Shah o'z xotinlarining ishlarini boshqarganga ana shundoq badbashir bir bechorani tanlagan edi. Umi qandoqdir to'ng qog'ining changisi, qo'taz tuki, chashqon mayiqi degandek narsalardan bir xil ko'milash dori yasagan edi. Bu dori orqali er kishini pishmayla oqti qilib qo'yg'ili bo'ladi. Ammo o'zini bo'lsa, Shah uning heliqi doridan ko'p yedim deb qasam qilganiga qaramay majburiy pichib oqti qildirib o'tgan edi. Bu g'alati maxluqning Shah bakmu hazar aylaydi va uning qandoqdir bir narsalarni tomiqiga aralashtirib qo'yib, o'zini ayollarga karg'i kammas qilib qo'yishdan qo'rqatdi. Mao o'shki soqol o'rda tevib edi. U kasalning tumirini tutmay, tirniqi bilan tilining rangiga qarabla dardining nada ekanligini topa oladi. Davolashda asos qildig'ini surgi dorisi edi. U yaqinda bir ajoyib kitob yozib chiqib, kitobida saranglarni er sarangi, xotin sarangi, amal sarangi, shuhrat sarangi deb 72 xilga ayirib chiqqan. Va bu saranglar ichida davolash eng qiyin bo'ldig'ini jahon sarangi deb ko'rsatgan. Xo'sh, sen bugun bizga foydali biror fikr ayta olamsa? deb o'limalar ichidagi soqili hammasininkidan uzun biriga murojaat qildi Shah. Shuning bilan Shahning dahshatlik nazari ostida qora teriga tushgan boshqa o'limalar yenik tinishdi. Sening haliqi yasayotgan do'rang zodi qachon tayyor bo'ladi? Soqolliq o'lima o'ndamay oldiga texim yengishdi. Uning soqili gelamga yukingan tizlaridan eshib yerga so'ralgan edi. U ruh va modda, o'lim va hayotlik, g'oliblar va g'oyiblar degandek murakkab masalalar to'g'risida umr bo'yi tahsil yurgizgan odam edi. Uning o'z umrida yozgan kitoblarini tizib chiqsimi soqilidan eshib ketadi. Yana mening senga harlar to'g'risida eslatganlarim esonda deb so'zini davom qildi Shah. Anglashimcha, minglagan hasal harillari o'z podshohini o'ng chiqmay, tirishchanlik bilan hasal yig'ib boqadi ekan. Chakar harlarda tirishib ishlashdan boshqa ko'ngil echish, nasl qoldirish degandek behuda xiyollarda abadiy bo'lmaydi ekan. Sen nima uchun qandoqdir bir dorilarni yasab yoki afsun o'qib, xalqni shu hasal harillardek muloyim, itoatchan qilib bera olamisan? Puhra uchun aysh shirab, kulki chaqchaq, qarshilik, isyon degandek bo'lmug'ur narsalar ne hojat? Yoki bo'lmasa, sen ularning aqlini kichik bolninkidek qilib qo'y. Puhralarga o'shqcha aqlning nima keraki? Ular o'zi cho'ng bo'lsin, ishqi yaramliq bo'lsin. Lekin aqli bola vaqtidagi joyida qilaversin. Ular erkalashdan, bo'ysunishdan boshqani bilmasin. Shundoq bo'lganda, biz ularni har qachon qo'limizni sunibla adablab qo'ya olamiz. Ba'zida erkiltib, ba'zida hammasini bir tal shiviq bilan haydab ish qila olamiz. Ulug' shohimizning aqliga opirin deb soqolliq yuzini shaqqa qaratdi o'lima. İnsanning vujudiga yaratgan egam 999 tumu, 999 o'ga, 999 singirlarni putgan. Odamning bu basti kichikidan cho'ng'ishga, ojizlikdan kuchayishga, oxirida berib, yana ojizlab halok bo'lishga moyil. Uni mangu bola holatda qoldirish mumkin emas. Ammo deb so'zini davom qildi soqolliq o'lima Shohning g'azablik qarashlaridan ko'zini qochirib.
quyoshdan ulug' va cheksiz farosatlik shohimiz aytgandek, uning, ya'ni insonning ruhini go'dak holatda qoldirish mumkindir balki. Muhtaram vazirlarni g'ulg'ulga solgan beg'amlar shahrining fuqarolarini bo'ysundirish ishiga kelsak, ularning ruhini o'ziga moyil tarafga qo'yib o'tish va bu moyillikni haddidan oshirib o'tmak lozim. Har narsa chekidan oshganda o'zligidan halak bo'ladi. Mehribon Tangri dunyodagi jimi ruhi va moddaning harakatiga haddidan oshganda halokatga yuzlangan qilib chek qo'ygan. Bu chekdan oshmoqning o'zi o'lim demakdir. Undaq bo'lmaganda hamma nima chekidan eshib ketib, bu olammi olam bo'lmay qolgan bo'ladi. Sen gapingni tushunish kerak qilib so'zla, dedi Shoh olimning zodi nima demoqchi bo'layotganligini anqarolmay ichi pushib. Meni demoqchi bo'lganim, dedi gelin qirib uzun soqol o'lima. Beg'amlar shahrining xalqi oti bo'g'illardan tortib naqshsoz, o'yin tomoshaga nihoyatda herismankan. Ularning ruhini ana shu tarafga qaratib, texmi egish lozim. Aksichi bo'lganda u sunsa sunudiki, egilmaydi. Mana men ularning yana kandir deb atiladigan o'simlikdan chiqadigan chekimlikni chekishni yaxshi ko'rishdiganligini pamlab qoldim. Bu o'zining yo'pirmoqlari va yaproqqa qo'ngan changlar bilan odamni masxush holatga keltiradigan ajoyib bir xushpuroq o'simlik. Uningdan chiqadigan nasha deb atiladigan narsa odamning ruhiy to'lqinini pasaytadi, jo'shqinligini sovutadi, ularni naqshi sozga texmi heris qiladi. Biz ularning ruhidagi bu moyilliklarga madad berib, shundoq darajaga yetkazishimiz kerakki, oxirida ular oldiga borgan har qanday odamga hijibli qarab, usul o'ynab turadigan bo'lib chiqadi. Qarshilik va isyonga qurbi yetmaydi. U chaqda janobi Shoh u yerga qancha hokim, qancha lashkar avasi bo'laveradi. Ular xiyoliy bir to'yg'ida, shirin bir tush tumanida yashaydi-ki, zulmni, azobni his qilishmaydi. Sening bu aytganlaringning natijasini ko'rishga qanchalik vaqt ketadi? deb so'radi Shoh. 10 yil, 20 yil, balkim 30 yilcha vaqt ketadi, deb tilini chaynadi soqolliq o'lima. Biz shungacha toqat qilib kutib turamizmi? deb uning so'zini rad qildi Shoh. Soqolliqning taklifining e'tiborga ilinmaganligi boshqa o'limalarni xush qildi. Endi ular o'zlari biror yaramliq taklifni sunib, Shohning marhamatiga erishish uchun o'yinishga boshladi. Soqolliq o'limaning so'zlarining ba'zi asosi bor, deb gap boshladi. Bayatdan beri ko'zga cheliqish fursatini kutib, o'yin chiqmay o'tirgan biri. Uning so'zidan yo'lg'asning tukini yetishig'ini tarashga bo'ladi degan ma'no chiqadi. Ammo to'qliqdan sho'qliq chiqadi degan yana bir gap bor. Beg'amlar shahri fuqarolarining bosh-boshdoqligi u yerdagi to'qchilik, bayashachilikdan kelib chiqqan. Olimlarimizning samiga maymun o'rgatuvchilarining usulini selib qo'yg'im kelyotdi. Ular maymunning qo'rsiqini och qo'yib, har xil qiliqlarni o'rganishga majbur qiladi. Meningcha biz karvonlarning Beg'amlar shahriga boradigan yo'llarini to'sib yetishimiz kerak. U yerning savdo-setiq ishlari xaroblashganda el kambag'allashadi. Ondan ular muhtojlik, bekorchilik, zerikish ilkida soqolliq o'limamiz aytgan heliqi behush qiladigan narsalarni texmi chekadigan bo'ladi-da. Ko'ngil xushini o'zining xiyoliy dunyosida izlab qarg'i kelmas bo'ladi. Ondan biz hammani bir chetga surib qo'yib, shaharni elkimizga elib, savdo-setiqni o'zimiz boshlaymiz. Sening bu o'ylaringga yetishga qanchalik vaqt ketadi? deb uning so'zini bo'ldi Shoh. 10 yil, 20 yil va balkim 30 yil. Shoh uningga qarab shundoq bir sat olaydi-ki,
o'lima qo'rqindan tugilibli qoldi. Hamma bekorchi non qepilar. Itning to'qini yeb, eshakning suyligini ishga do'tlar. Qo'riq gap, g'aybat, bir-birini g'ajab tugitishdan boshqani bilishmaysa. deb tillab ketdi Shah. Men aytila u yerga zo'r qo'shinimni avataman. Ular bizning odamlarimizni shahardan 2 qatim surib chiqishdi. Bilishdingmi? 2 qatim. Lashkari sepil yo'q bir arzimas shaharning puhrolari, ha? Bu yerda lashkar boshliqlari qolsa, qolganlari ko'zimni yo'qa. Belqut shirkatida ovozga ilinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Mamtimin Hoshirning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Qum bosgan shahar nomli romanini bugun mushargacha anglatdik.